Hammaga assalomu alaykum. Hozir men sizlarga bulg'or qalampirini to'g'ri kesishni ko'rsataman. Bundan oldin qayerda ishlagan bo'lsam va Instagram sahifalarida food blogerlar buni mana qilib kesishadi. Bulg'or qalampirini nima uchun bunaqa kesish mumkin emas? Birinchidan bu vaqtni ko'p oladi, ikkinchidan bu chiroyli emas. Endi qanday uni to'g'ri kesish kerak? Hozir sizlarga ko'rsataman. Boshi va orqasini olib tashlaymiz. Bular albatta musurga ketmaydi. Har xil narezka, tam salatlarga ichiga qo'shsanglar bo'ladi. Va albatta sizlarga mana celый perets bolgar отходsiz qoldi. Agarda kimdir kommentariyaga negativ yozsa,